yoniga tiqib chiqamiz. 24 ta mana hozir tayyorlab olganman. Hop. Uchini qaychida tekislab mana bunday holatda hop, novdamiz. Oddiy o'zimizni mahalliy tol, hech qanaqangi bu chipdan keltirilgan tol emas. Terisini achib, suvga 20 minut o'tib, keyin to'qilaveradi. Tiqib chiqamiz. Uzunligi iloji boricha bir xil bo'lishi kerak. Taxminan 1.20. Endi qayrib chiqamiz birin-ketin bo'lib, iloji boricha sinmasdi. Modamizga sifatli nodamiz. Imkon qadar chiroyliroq narsa yasashga harakat qilamiz. Nodan terisini achishni oldingi videolarda ko'rsatganman. Bu yog'i shu o'qishni yaxshilab ko'rsanglar, yoqsa like bosinglar. Kanalga qancha ko'p obunachi yig'ilsa, o'shancha ko'proq narsa qo'yaman. Videolarni ko'paytiraman. Endi bayla olamiz. Hop, endi to'qiymiz. Buning uchun imkon qadar qalinligi bir xilda novda bo'lishi kerak, bo'lishi shart. Birin-ketin boshlaymiz. Hop, mana oldin tag qismida to'qigan edik. Ko'rsatganman to'qilishini, endi bu tepasiga ham shunaqa qilib to'qiymiz. Bitta oldinga qarab tiqib olaveramiz. Mana shu yerda birinchisi boshlangan yerda tortaydi, hammasi kelib o'sha yerda tortaydi. Oralarni iloji boricha bir xilda qilib ochib ketamiz. Bir-biriga o'ta yaqin ham bo'lib qolmasligi kerak. Hop. Shundoq.
mana bu sinib qolgani bir ikkita sinib qolgani bo'lsa u xavfli emas. Moda bilan iloji boricha yopib ketaveramiz. Bunday holatda holatda aylantirib chiqamiz. Boshlagan yerimizgacha to'qib boramiz sekin. Modaga iloji boricha qarab, agar qurib bo'lsa har 15 minut 20 minutda ho'llab qo'yish kerak, yo'qsa ham sinib ketadi. Birinchi martasida baribir hech kimda chiroyli chiqmasligi mumkin. O'xshamadi demasdan qayta to'qilaversa qo'l o'rganib ketadi. Hech kimda birinchi marta yaxshi chiqmaydi baribir. Tepaligini imkon qadar past tepaligini, qiyshiqligini to'g'rilab ketilsa, to'qilayotgan paytda tortib novda bilan Xo'p, mana endi kaltaligiga qarab, misol uchun mana endi uch qismi kalta bo'lib qoldi. Keyingisi bitta buyog'idan to'xtatasizlar, uzun bo'lsa ham nolda, keyingisi yana shunday bo'lib ketaveradi. O'shanda tekisligi ham oxirida chiroyli chiqadi. Mana boshlagan yerimizga ham kelib qoldik o'zi. Hozir yana bitta to'qlaymiz. Shu bilan ana ularni sekin birin-ketin to'qib chiqamiz. Sekin to'xtayapti. Mana oxiri. Şimdi to'xtaymiz. Shu bilan boshqa tiqmaymiz. Tushunmagan yeringlar bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Qanaqa savat o'qishni ko'rsatishimizni xohlasanglar ham kommentariyga yozsanglar, vaqtimiz bo'lganda chiroylilab imkon qadar tushunarliroq qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana endi birin-ketin uzunlarni to'qib chiqamiz. Eng pastidan boshlaymiz. To'xtabdi mana.
Ko'pchilik o'zimiz tollardan bo'lmaydi, Yevropadan olib kelganmiz deydi. Bo'lmagan gap, biz tollar ham har qanaqa narsa yasasa bo'laveradi biz tollardan. Faqat to'qishga bog'liq. O'zingizda sal ilm bo'lsa bo'ldi. Endi mana yondan chiqqanlari qirqib tashlaymiz. Yana ustiga bir qator xuddi hozir hamda to'qigan bo'lsak, mana yana bir qator qo'yib chiqamiz. Hop, mana bir qator yana to'qib chiqdik. Hop, 2 qator bo'ldi. Mana menagacha bir qator, yo'q, 2 qator bo'ldi. Endi mana shuni uramiz birinchi. Buning uchun 3 ta novda kerak bo'ladi. Mana bunday holatda. Mana birinchisini ichidan tiqib turib, mana 2 ta 1, 2, uchinchisini mana bunday holatda o'tkazamiz. Bunisini ham bitta o'ng tarafga qilib turib, yana shu holatda mana. Bu ham shu. Yog'iga mana shu holatda to'qib ketaveramiz. Hop, mana tugashidan ozgina oldinroq boshlanadi. Yana 3 tadan xuddi shu ahvol tiqib turib, ulab ketaveradi. Bu ham chiroyli chiqadi, ham chekkasini mustahkam ushlab turadi, bo'shab ketmaydi shu bilan. Bir qator aylanib keldik. Endi boqamiz. Kelgan yerimizdan endi buni qirqib tashlaymiz. Bunisi ham xuddi shunday bo'ladi. Endi bunu yechamiz. Endi yechib urib chiqamiz endi. Urish ikkitadan bo'ladi mana. Qarab turinglar, mana bir misol uchun mana bundan boshlaydigan bo'lsak, ichki tarafidan mana ikkitaning orasidan o'tadi. Hop, endi bitta cho'pakcha qo'yib qo'ysak. Boshladik. Bu yog'i ham shu oldi ketadi. Ko'rinyaptimi? Mana shundoq. Hop, bunisi ham shu. Ketgani bo'lsa, almashtirib qo'yamiz o'rniga. Chiroyliroq chiqishi kerak. Endi bu yerda mana 1, 2, 3, 4. To'rtinchisini to'qiganimizdan keyin mana ketyapti. Mana bundoq qilamiz.
mana bu qismiga. Mana shu holatda aylantirib chiqamiz. Mana shu holatda mana boshlagan yerimizga ham yetib kelib qoldik endi. Buni mana ikkitadan shu qanday to'qib kelayotgan bo'lsa, xuddi o'sha ahvolda qilib chiroylab o'tkazib chiqamiz. Kartakcha bo'lamiz. Bu narsa mana. Bakmam. Urib chiqdik endi chekkasini urib chiqamiz keyin. Buning uchun 3 ta nol olamiz. Mana shularni parallelga bo'lish kerak iloji boricha. Kaltakchadan, mana bunday tayoqchadan 3 ta olamiz. Nolimizni mana oldik. Endi xohlagan yerimizdan qayerdan boshlasak, mana bu yerdan boshlayapman. Mana bundoq pastga bosaman. Xo'p, pastga bosib turib, mana bitta nolni tepasiga qo'shaman. Xo'p, endi ikkinchisiga ham xuddi shu ahvol. Mana cho'pakchani qistiraman, pastga bosaman. Yana bitta nolni qo'yaman. Endi uchinchisi mana bunday holatda bo'ladi. Xo'p. Ketdi.
Hop, mana boshlagan yerimizga keldik. Aylanib. Endi mana birinchi cho'ponga kelgan yerimizdan xuddi o'shanday qilib davom ettiramiz. Endi mana bu birinchi chiqqanlari buni tagiga tiqib qo'yamiz. Birinchidan ham bittasini ichki tarafidan sekin kesib chiqamiz. Tarbikamizda deyarli ham yo'g'i tayyor bo'ldi. Endi ruchkasi qoldi. Ruchkasini ham ko'rsatamiz. Yoqsa like bosing, kanalga obuna bo'ling. Tayyorlaymiz. Mana o'rtasini aniqlab oldik. Mana shu yerga hozir ruchka qilamiz. Ruchka qilish uchun mana 3 ta moda olamiz. Qalinroq bo'lishi kerak mana shunday. Uchini ham chiqolib qilib olamiz. Uchli qilib. Hop, endi chiqamiz.
bilan kardinkamizni mushkasi tayyor bo'ldi. Qolganisi mana yeridan sim bilan baylab qo'yamiz. Bu dekorativniy bo'lgani uchun bu narsalarga bunga sim qo'ymaganmiz. Mushkasi ham mustahkam bo'lmaydi. Hali mevalar uchun karzinka to'qiymiz. Bunda ko'rsataman qanday qilib mustahkam mushka qilishi. Bunda sifatliroq bo'lsa bo'ldi, chiroyli chiqsa. Xudo xohlasa mana tavakkamiz tayyor bo'ldi. Meva solish kerak bo'lsa mana sim bilan baylab qo'yiladi. Kasichkasining tagidan bilinmaydigan bo'lib. Salatimiz. Yoqsa like bosing, o'sha gap. Kanalimizga obuna bo'linglar. Sog' bo'linglar.